Assalomu alaykum. Yana bitta obyektimizni bitirdik. Bitta ustakamiz o'zi xudo xohlasa yaqin ishlar bitirish. Kafel qilishadi, eshiklar qo'yib berdik. Klonka bilan o'rab tashlashga yomon bo'lib qolmasin deb, parogli bo'lgan, parogni ham skochlar yopishtirib qo'yishgan. Ko'chib, qirilib ketmaydi. Kafelchaki ham yaxshi ekan, akkuratni ish qilishar ekan. Bu akalar polniy malyar. Atachinta bu devorlar aka? Atachinta qilishgan. Mana eshiklarni qo'yib berdik, polniy. Bitta 10 ta eshik qo'yganmiz. Mexanizmlar magnitli bo'lgan. Mana eng katta usti, bo'ylari ham uzun ekan. Dilshodjon. Kerak bo'lsa telefonlarni beraman. Kam gap ekan, ko'p ish qilar ekan. Zo'r inson ekan. Tay bu tomon oshxona 40 lik davor qilingan. Bu eshik kichkina bo'lgan, 60 lik bo'lgan palatno 70 ga kattalashtirishgan. Polini keyin ustakalar o'zlari tekislab olishar ekan keyin. Bu 4 xonalimi, 5 xonali uy bu adashmasam. Shotlandiya eshiklar qo'yilgan, 2 tali. Zalga polini e'tibor beringlar. Polga o'sha paytda qilingan pol. Bu haqiqiy parket. Tarket, laminat bas, haqiqiy parket pol mana shu mana. Shlipovka qilingan betidan. Poplashgan ekan. O'z orqali erinmasdan qilingan ekanda. O'zi ham. Bu polga bilmayman necha yil bo'lgan. Qaranglar. Вообще zo'r chiqqan, hali ham zo'r turibdi. Uyda egalarni hech nima qildirishmayman. Вообще chiroyli turibdi. Yana bitta sanuzel, ikkita sanuzel xonadonda ichkari sportni kafel bo'ladi. Atkozlari ham kafel bo'lar ekan bu. Sportni kafel bo'lar. Eshiklar hammasi oyoqni yechib kiramiz endi. Xonalar o'rtaga ham kirorish bu. Keyin Shotlandiya qo'yildi. Taqlida bor. Zalda ichini ichkari tomonga ko'rsatmadim. Zalda endi svet yo'q, hali qo'yishmagan, reska qilinmagan. Samoylar mexanizmdagi chotki zavod bo'lgan. Pritorniy plankalarni yopishtirib telefonimizniki. Xudo xohlasa keyingi obyektda ko'rishguncha sog' bo'ling. Assalomu alaykum.